Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Kanada Bexatarlik Ministri Kanadada texmi ko'p Xitoy saqchi punkti bo'lishi mumkinligini bildirdi. Kanada Ommaviy Bexatarlik Ministri Marko Mendikino Kanadada Xitoyning texmi ko'p saqchi punkti bo'lishi mumkinligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Kanada Jamoat xavfsizligi ministri Marko Mendikino 14 may Kanada televiziya stansiyasi muxbiriga Kanadada Xitoyning texmi ko'p saqchi punkti bo'lishi mumkinligini bir necha oy ilgari Kanada saqchilari Montrealdagi ikki mahalla markazidagi kishilarning Kanadada o'ltiraqlashib qolgan Xitoylarga tahdid selish yoki parakandichilik selish qilmishiga duch kelish ahvoli bor yo'qligini tekshirayotganligini aytgan. U muxbirga yana "Men Kanada Xon jamiyati saqchilarining konkret harakat qo'llanib, chet elning atalmish saqchi punkti nomida har qanday shakldagi aralashish qilmishini to'xtatadiganligiga ishonaman. Agar saqchi punkti davomli bayqalsa, kelgusida cho'qim keskin tadbir qo'llanamiz" degan. Bildirilishicha, 3-oyda Kanada saqchilari Montrealdagi Xitoyning atalmish saqchi punkti markazlarini tekshirayotganligini aytgan. Bu ayning 5-ida Kanada taratqullari ministr Marko Mendikinoning Kanadadagi barliq maxfiy tor bekatlarining taqalganligini bayon qilganligiga qaramay, atalmish Xitoy saqchi punktining yanada ochiq ekanligini xabar qilgan. Xitoy rejimi bo'lsa, o'zlarining Kanadaning ichki ishlariga aralashganligi haqidagi ayblashni rad qilgan. Xitoy Sharqi Turkistonga tekshirish guruhi avatdi. Atalmish Xitoy Qurultiyi doimiy komitetining tekshirib tadqiq qilish guruhi Sharqi Turkistonga berib, maxsus temada tekshirishdi bo'lgan. Xitoy rejimi yaqinqi yillardan beri atalmish namratlikdan qutuldirish siyosatini kuchab tashviq qilib, Sharqi Turkistonda davomli ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga urinmoqda. Tangritog to'rining xabarida bildirilishicha, 8-maydan 13-maygacha Xitoy Qurultiyi doimiy komitetining muavin komitet boshlig'i Qo'rchoq amaldor Shuhrat Zokir atalmish tekshirib tadqiq qilish guruhisini boshlab, Sharqi Turkistonga kelib, ochliq bexatarligiga kafolatlik qilish, atalmish namratlikdan qutuldirish va kengaytirish, ichki taraqqiyot harakatlantirgich kuchini kuchaytirish ahvolini ko'rdab maxsus temada yig'in ochgan. Shuhrat Zokir suhbat yig'inida avtonom rayonning davlatning ochliq bexatarligiga kafolatlik qilish va namratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlash kerak deb jar solgan. Bildirilishicha, tekshirib tadqiq qilish guruhi Sharqi Turkistonning Sanji Xuyzu avtonom oblasti, Qumul shahri, Qashqar viloyatidagi aloqador nahiya shaharlardagi asosiy qatlam tashkilot qurilishi, asosiy qatlam xalq qurultiyi qurilishi qatorliqlarni naq maydonda tekshirgan. Xitoy siyosatini loyihalovchining iste'fo beradiganligi bildirildi. Baydenning Xitoy siyosatini qurg'uvchisi Washingtonning 2-nomerlik diplomati, hozirgi hokimiyat beshidagi muhim tashqi siyosat mutaxassisi Wendy Shermanning uzun o'tmay iste'fo berib, hukumatdagi 30 yillik hayotini oxirlashtiradiganligi bildirildi. CNN Turkning xabariga asoslanganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Amerika muavin tashqi ishlar ministri Wendy Shermanning pensiyaga chiqadiganligi bildirilgan. 73 yoshli Wendy Sherman Washingtonning hozirgi Xitoy siyosatini belgilashda bir qancha tarafdan Xitoyga jang e'lon qilish va texnokan Osiyo Tinch okean strategiyasini loyihalashda eng muhim rol o'ynagan bo'lib, Tashqi ishlar ministri Antony Blinken uning iste'fo berganligini jakarlab, Shermanning diplomatiyadagi uzun yillik hayotini maqtagan va u 21-asr tarixi yoziladigan rayon bo'lgan Hind Tinch okeanga aralashishimizga rahbarlik qildi degan. Blinken yana u Koreya, Yaponiya va Yevropa ittifoqidagi do'stlarimiz bilan bo'lgan aloqamizni cho'nqurlashtirdi. Tashqi ishlar ministrligining Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni boshqarish iqtidorini kuchaytirish uchun ko'rsatgan tirishchanligimizni nazorat qilib, ittifoqdoshlar va sheriklar bilan texmi yaqinlashish strategiyasi tuzdi degan. Sherman bo'lim xizmatchilariga yozgan ichki uchurida bo'lsa, diplomatiya qo'rqinchoqlar uchun emas deb xizmatdoshlarini jasoratlik bo'lishga rag'batlantirgan va kelar oyning oxirida pensiyaga chiqadiganligini bildirgan. Sherman bu yilning 5-ida parlament a'zolariga bergan bayonotida Xitoyni Janubiy dengizdagi ig'vogarchilik, kishilik huquq dafsandachiligi va iqtisodiy besim bilan ayblab, Xitoyning xalqaro tartibni qayta qurishdagi muddaosi va vositasi bilan birdan-bir raqobatchi ekanligini ogohlantirgan edi. 4 oyda 207 milliard kilovat soat tok Xitoy o'lkalariga to'shildi.
Xitoy Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilib, Xitoyga to'shishni zo'r kuch bilan oshirmoqda. Bu yil 5-oyning 7-kunigacha Sharq Turkistondagi Sanji Guchuan turaqliq tok yetkazish qurilishi Xitoy o'lkalariga jami 270 milliard kilovat soat tokni to'shib ketgan. Atalmış Şinjan gezisining 14 maydagi xabarida bildirilishicha, Sanji Guchuan turaqliq tok yetkazish qurilishi atalmış Şinjanning tokini sirtqa yetkazish strategiyasidagi qurilishlarning biri bo'lib, 2016-yili 3-oyda qurilish boshlangan. 2019-yili 9-oyning 26-kuni ishga kirishtirilgan. Xitoy elektr tori atalmış Şinjan elektr energiya cheklik shirkati Ultra yuqori besim sho'ba shirkati Sanji tok aylantirish punkti maxsus Sharq Turkistonning tokini Xitoyga to'shish yetkazish punkti bo'lib, u qumliqning ichkarisidagi Sharqiy Jungarning tokini 3000 kilometrdan ortiq yiroqlikdagi Xitoyning sharqiy rayonlariga to'shiydi ekan. Bildirilishicha, Sanji Guchuan turaqliq tok yetkazish qurilishi Sharq Turkiston, Gansu, Ningxia, Shanxi, Henan, Anxuydan iborat 6 o'lka avtonom rayondan o'tadigan bo'lib, umumiy uzunligi 3292 kilometr ekan. 2019-yili 8-oyda Sanji tok aylantirish punktida 5 tori asosiy punkti qurilgan bo'lib, ultra alohida yuqori besimli elektr toridagi tunji 5 asosiy punkti bo'lib hisoblandi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu yil 5-oyning 7-kunigacha Sanji Guchuan turaqliq tok yetkazish qurilishi orqali bulang-talang qilish vositasi bilan Xitoyga jami 207 milliard kilovat soat tokni to'shib ketgan. Xitoy bulang-talang qilgan mazkur energiya 218 milliondan ortiq aholining 1 yillik tok ishiltish miqdoriga barobar keladi ekan. Yaponiya Xitoy-Rossiya harbiy hamkorligidan andisha qilayotganligini bildirdi. Yaponiya hukumati Rossiya bilan Xitoyning Osiyodagi harbiy hamkorligining kunsari kuchayishidan andisha qilayotganligini, Yevropaning bexatarligini Hind Tinch okeanining bexatarligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoshimasa Hayashi Shvetsiya poytaxti Stokgolmda chaqirilgan Hind Tinch okean davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inida Rossiya bilan Xitoyning rayondagi faoliyatlariga norozilik bildirdi. Hayashi Tokioning Rossiya bilan Xitoyning Osiyodagi harbiy hamkorligidan andisha qilayotganligiga ishorat qilib, Rossiya Ukraina krizining Yevropaning bexatarligini Hind Tinch okeanining bexatarligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini ko'rsatib berganligini o'tirg'a qo'ydi. U Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumining xalqaro tartibning asosini zilzilaga solganligini bildirib, bu urushga xalqaro jamiyatning o'rtaq inkos qaytarishi kerakligini eskartib, aksiga bo'lganda boshqa rayonlarda mushuningga o'xshash do'il e'lon qilishlarini keltirib chiqarishi bizning tinchligimiz va gullanishimizning asosi bo'lgan navbatdagi tartib negizidan ostin-ustun bo'lib ketishi mumkin dedi. Yaponiya bosh vaziri Xitoyning Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holatini bir taraflama holda o'zgartirish urinishini davomlashtirayotganligiga, buning bilan birlikda Tayvan bo'g'ozidagi harbiy faoliyatlarni kuchaytirayotganligiga ishorat qilib, buningdan boshqa Xitoy bilan Rossiya rayonda bombardimonchi aeroplanlarni birlikda uchirish va Yaponiyaga yaqin joylarda dengiz armiyasi manevrlarini o'tkazish qatorliq harbiy hamkorliklarni kuchaytiradi dedi. Hayashi yana Shimoliy Koreyaning misli ko'rilmagan darajadagi ziklik va uslubda ballistik boshqariladigan bomba sinoqlarini qilganligini eslatib o'tdi va bu sinoqlar natijasida rayonda ig'vogarchiliklarning kuchayib ketganligini aytib ogohlantirdi. Zelenskiy Xitoyning Rossiyani qurol bilan ta'minlamaydiganligini aytganligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 2022-yili 24 fevralda boshlangan urushda Rossiyaga qarshi hujum uchun qat'iy iroda bilan tayyorlik qilayotganliklarini aytdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Ukraina prezidenti Zelenskiy Italiyani ziyorat qilgandan keyin Germaniyaga yetib bordi. Zelenskiy Italiyadagi uchrashuvlar jarayonida Italiya davlat televiziyasida muxbirlarning savollariga javob berdi. Zelenskiy urushda Rossiyaga qarshi hujum uchun qat'iy iroda bilan tayyorlik qilayotganliklarini, qisqa vaqt ichida muhim qadamlarni tashlaydiganliklarini va shunday qilish irodalarining yuqori ekanligini bildirdi. Zelenskiy agar Ukraina armiyasi Qrim chegarasiga yetib borgan taqdirda Rossiyada prezident Vladimir Putinga bo'lgan qo'llashning ozaydiganligini ilgari surdi. Zelenskiy Xitoy raisi Xi Jinping bilan elib borgan telefon suhbati ustida to'xtalib, Xi Jinpingning o'ziga Rossiyani qurol bilan ta'minlamaydiganliklarini va Rossiyani qo'llamaydiganliklarini aytganligini bildirdi. Zelenskiy Italiyadagi uchrashuvlar doirasida prezident Sergio Mattarella, bosh minister Giorgia Meloni va Papa Francis bilan ko'rishdi.
Andın Germaniyaga yetib bordi. Germaniya Davlat Mudofaa Ministerligi Ukrainaga 3 milliard dollarlik harbiy aslahalarning avatilganligini e'lon qildi. Rossiyaning Bryansk shahrida bir urush aeroplani va tik uchar etib tushirildi. Ukraina Davlat Mudofaa Ministerligi Bakhmutda 2 yo'nalishda ilgirlash bo'lganligini e'lon qildi. Bayonotda shahar markazidagi vaziyatning texmi murakkab ekanligi bildirildi. Turkiyadagi saylam dunyoning har qaysi joylaridagi agentliklar tarafidan bas-basda xabar qilindi. Turkiyadagi prezidentlik va 28-navbatlik parlament a'zolari saylami dunyoning har qaysi joylarida zo'r qiziqish bilan ko'zatildi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, xalqaro xabar agentliklari saylamdagi yangi natijalarni qiziq nuqta kategoriyasida ham baholadi. Xabarlarda saylamga qatnashish nisbatining favqulodda yuqori bo'lishi hammaning diqqatini tortganligi alohida ta'kidlandi. Angliya matbuotlaridan Sky News gazeti ovozlarning taxminan 97% sanalib bo'ldi. Prezidentlik saylamida Rajab Tayyip Erdo'g'an 49,39% ovozga erishib, oldingi o'ringa o'tdi deb xabar qildi. BBC televiziya kanali Prezident Erdo'g'anning poytaxt Anqarada so'zlagan nutqida zarur tepilganda ikkinchi aylanma saylamga tayyor ekanligini va yanada g'alaba qila oladiganligiga ishonganligini aytganligini xabar qildi. Reuters agentligi bilet sanash davomlashayotgan saylamda har ikki kandidatning texicha 50% dan eshib ketilmaganligini xabar qildi. Associated Press birlashma xabar agentligi Prezident Erdo'g'anning saylam ikkinchi aylanmaga qolgan taqdirda xalqning qaroriga hurmat qilganligini aytganligini xabar qildi. Fransiya 24 saylamning ikkinchi bosqichga qelish mumkinligini o'qirmanlar bilan o'rtoqlashdi. Qatarning Al Jazeera kanali dastlabki bilet tashlash natijasi Erdo'g'anning raqiblaridan ustun o'rinda ekanligini ko'rsatib berdi dedi. Amerikaning New York vaqt gazeti Turkiyada 5 million yosh saylovchining tunji qatim saylamga qatnashganligini va Erdo'g'an bilan Qilichlar o'g'lining ikkinchi aylanmaga aloqador uchurlarini xabar qildi. Italiya xabar agentligi ANSA saylamdagi bilet tashlash nisbatining intayin yuqori bo'lganligi tarafga hammaning diqqatini tortdi. O'tir Sharq ko'zi gazeti bo'lsa saylamning ikkinchi aylanmaga qilishining mo'ljallanayotganligini yozdi. The Guardian muhofizachilar gazeti Erdo'g'anning saylam natijasining texi rasmiy bekitilmaganligi xalqimizning tanlashining uch qoldi biz tarafda ekanligidan iborat haqiqatni o'zgartirmaydi degan so'zini o'qirmanlar bilan o'rtoqlashdi. Shvetsiyada chiqadigan Dagens Nyheter gazetimi saylamga qatnashish nisbatining tarixdagi eng yuqori saviyada bo'lganligini ta'kidladi. Gretsiyada chiqadigan Katkhi Merini gazeti prezidentlik nomzodlarining qo'lga keltirgan natijasining 50% dan oshmaganligi sababidan 28 mayda ikkinchi qatimliq saylam o'tkazilganligini xabar qildi. Erdo'g'an saylam haqida tunji bayonotini e'lon qildi. Prezident Rajab Tayyip Erdo'g'an saylam raqobatini zo'r farq bilan oldingi o'rinda tamomlaganliklarini bildirdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Prezident Erdo'g'an prezidentlik va 28-navbatlik parlament a'zolari saylamida bilet sanash xizmatlari asosiy jihatdan tamomlangan paytda o'zi rahbarlik qilayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi binosida bayonot e'lon qildi. Erdo'g'an davlatimiz yana bir demokratiya bayramini qizg'inlik bilan tamomladi. Hozircha rasmiylashmagan natijalarga asoslanganda zo'r farq bilan oldingi o'rindamiz. Rekord darajalik qatnashish nisbati bilan davlatining kelgusi uchun bilet tashlashga borgan barliq fuqarolarimizga rahmat aytaman. G'alaba qilg'uchi shubhisizki davlatimiz va xalqimiz bo'ldi dedi. Yana bir tarafdan prezidentlik uchur aloqa idorasi boshlig'i Fahrettin Altun 14-may bu aziz xalqning irodasi yana bir qatim namoyon qilingan kun bo'ldi dedi. U uchurining davomida xalqimiz deydig'inni dedi. Mangadigan yo'lini ko'rsatdi. Hammalarga xayrlik bo'lsin dedi. U yana biz o'rtoqlashish, hamkorlashish va tinchlik ichida birga taraqqiy qilamiz, dunyoga ulgu bo'lamiz dedi. Har qaysi partiyalarning parlamentda egillagan o'rin soni e'lon qilindi. Resmi bo'lmagan natijalarga asoslanganda Cumhur Ittifoqi 14-may saylamlarida Turkiya parlamentida ko'p o'ringa erishdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, parlament a'zolari saylamida saylovchilarning 49,35% Cumhur Ittifoqini qo'llab ovoz tashladi. Buningga asosan Cumhur Ittifoqi parlamentda 322 o'rinni qo'lga keltirdi. Har qaysi partiyalarning qo'lga keltirgan parlament a'zolari soni tuvandikicha. Adolat va taraqqiyot partiyasi 266, Millatchi harakat partiyasi 51,
Yenidan Refah Partiyasi 5, Millet İttifaqı 35,18% avazga erişip parlamentda 212 o'rinni qo'lga keltirdi. Cumhuriyet Xalq Partiyasi 168 o'ringa, İyi Partiyasi 44 o'ringa ega bo'ldi. Saylamda Cumhuriyet Xalq Partiyasining tizimligidan saylamga qatnashgan Saadet Partiyasi 10, Deva Partiyasi 13, Kelajak Partiyasi 10, Demokrat Partiya 3 o'ringa erishdi. Yeşil Sol Partiya 62, Türkiye İşçi Partiyasining 4 a'zosi parlamentga kirdi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.